Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Barin inqilabının 35 illigini xatırlash münasibəti bilan 5 aprel günü Amerika və Kanada qatarlıq dövlətlərdə namoyish ötküzüb, xalqaro cəmiyyət, Amerika, Kanada qatarlıq dünyanın hər qaysı joylaridagi dövlətlərdən Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qildi. Kanadada o'tkazilgan namoyishga Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Alberta Uyg'ur kulturi jamiyatidagi qarindoshlar va ba'zi faoliyatchilar qatnashdi. Yosh mustaqillik izbosarlari Şərq Türkistan sürgündə hökumatiga vakolatan 2 qatim axborot e'lon qildi. Birinchi qatimliq axborotda mundaq deyildi. 35 yıl burun, yani 1990 yılı 4. ayının 5. günü Şərq Türkistan'da qanlıq qırğınçılıq yüz berdi. Qırğınçılıqdan ilgari tajavuzchi Xitoy Uyg'urlarga bo'lgan kontrollikni, diniy zulmini zo'r darajada oshirish, bajni eg'irlashtirish va Xitoylarning Şərq Türkistan'a keng ko'lamda ko'chish, bir farzandlik bo'lish siyosatini yo'lga qo'yib, Şərq Türkistan ayollari hamilisini tushirib etishga majburlanib, 250 neferden artıq bu vaqt Xitoy hokimiyatining rəhimsiz irqiy qirg'inchilik siyosatida hayotidan ayrildi. Xitoy ishg'oliyati, mustamlikasi kun sayin kuchayib, texmi rəhimsizlashdi. Şərq Türkistanning Aqtu nayisi Barin yezisidagi Uyg'urlar buningga sukut qila olmadi. Zaydin Yusufning boshchiligidagi 200 neferden artıq Uyg'ur tinch namoyish qilib, yerlik ish bajarish o'rniga berib, dardini anglatdi va dunyoning ularning ovozini anglashi, shundaqla yordam qilishini umid qildi. Namoyish Xitoy katibaşlarını g'azablantirdi. Uningga zo'ravonlik bilan javob qaytarildi. 50 dan ortiq odam naq maydonda etib etildi. Qolganlari tutqun qilinib, Xitoyning turmalarida qiynaldi. Xitoyning tinch namoyishga rəhimsizlarcha zarba berishi Uyg'ur aholisini g'azablantirgan bo'lib, 200 neferden ortiq fuqaro qo'liga qurol elib, Xitoy soqchixonalariga hujum qilib, hukumat binolarini ishg'ol qildi. Xitoy inqilobni izchil bostirib, tutqun qilib o'ltirgan bo'lsa-mu, xalq botirlarcha qarshilik ko'rsatishdan voz kechmadi. Xitoy 20 mingdan ortiq askarlarini zambirak, tikuchar qatorliq og'ir qurollar bilan qurollantirib, Uyg'ur aholisiga qarshi hujum qo'zg'adi. Minglagan begunoh kanat aholisini qirg'in qildi. Bolalar, ayollar va yashanganlarga qilchimi rahim qilmadi. 7600 nefer Şərq Türkistan aholisi tutqun qilindi. Nurg'unlarga uzun muddatli qamoq jazosi berildi. Ba'zilari qiyin qistoqqa elinib o'ldirildi va bu qirg'inchilik hech qanday matbuotlarda xabar qilinmadi. Barin inqilobi Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qutulish uchun elib berilgan Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishining bir parchasidan iborat edi. Barin inqilobi mag'lub bo'lmasdan, balki Xitoyning Şərq Türkistandagi ishg'oliyatiga qarta elib berilgan fidokorlikdan iborat. Xitoyning Uyg'urlarni rəhimsizlarcha bostirishi 5 apreldan boshlab to'xtab qolgani yo'q. Dal aksicha texmi kuchaydi. Xitoy Şərq Türkistanda irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi va biz pat-pat yig'ilib Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish, Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun namoyish qilyapmiz. Ammo dunyo bizning ovozimizga quloq bergani yo'q. Kun o'tgan sari bizning orzuyimizning amalga oshishi qiyin bo'lyotidi. Ko'pincha davlatlar Xitoyni taraqqiy qilgan kuchlik deb bilib, Xitoyga qarshi ovozini chiqara olmadi. Oilalarimiz bilan aloqamiz uzildi. Bizning chaqiriqlarimizga dunyo parvo qilmadi. Irqiy qirg'inchilikning ortishiga qaramay, bizni oshqun yoki tashviqotchi deyishdi. Xalqimizning dunyoning yordamidan mahrum qilishi, irqiy qirg'inchilikdan dunyoni xabardor qilishimizning sababini unuttirishi mumkin. Ammo 35 yil burungi Barin inqilobining qahramonlari imkonlari yo'q ahvoldami hech bir vaqt hatto Xitoyning rəhimsiz siyosatlari to'xtamay nazorat qilishi, o'ltirish, turmaga tashlash va qiynash tahdidi ostidami umidlarini yo'qotmadi. Ular bek kuchlik edi, haqiqiy qahramonlar edi. Garchi hech kim bizga quloq solmasmi, kelgusimiz va avlodlarimiz uchun kuchlik bo'lamiz. Umidni zodimi yo'qotib qo'ymaymiz. Har bir namoyish, o'rtoqlashish va duo nima uchun bizning bu yerda ekanligimizni dunyoning har kimning esiga soladi. Dunyo bizning yanimizda turmagandimi, Allah bizning yanimizda. Allah hammadan kuchlik. Umidimizni hargiz yo'qotib qo'ymaymiz. Ajdodlarimizning izidan mangimiz. Namoyishlarimizga biz bilan birga qatnashing. Ommani xabardor qiling. Xitoyning zulmiga qarshi duo qiling va Xitoyni boykot qiling. Qo'lingizdan kelishicha yordam qiling. Barliq tirishchanligimizning natijasida Şərq Türkistan bir kuni cho'qim mustaqillikqa qayta erishidi. Rahmat. İkinci qatimliq axborotda mundaq deyildi.
Biz bugun bu yerda Xitoy qonunsizlik bilan ishg'ol qilib olgan Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamiyatga yana bir qatim e'lon qilish maqsadida yig'ildik. Bizga qo'shilgan barliq qarindoshlarga rahmatimizni bildiraman. Bizning bu yerga yig'ilishimizning farqli va kishini qayg'uga soladigan bir ahamiyati bor. Biz bugun bu yerga faqat xalqimiz duch kelgan irqiy qirg'inchilikni eslash uchun emas, balki ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda hozirgacha davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi bo'lgan 1990-yildagi Xitoy ishg'oliyatiga qarshi tinch namoyishga qatnashganlik uchun qatl qilingan qarindoshlarimizni xotirlash munosabati bilan jam bo'ldik. Xitoy davlatimizning va xalqimizning mavjudligini yo'qotishga urinayotganda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orzuyimiz va tirishchanligimiz yildan yilga kuchayyotir. Bugungi kunda millionlagan kishilarimiz jazo lagerlari, turmalar, organ yig'ib olish lagerlari va qul emgak lagerlariga so'lab qo'yildi. Sonsizlagan Uyg'urlar qiyin qistoqqa ilinadi, a'zolari uchun o'ldiriladi, bosqinchilikqa uchraydi, tug'mas qilib etildi, o'lim jazosiga uchraydi, tark etiladi. Jazo lagerlarining sirtidagi qarindoshlarimiz o'z uylarida izchil nazorat qilinadi. Sharq Turkistondagi 1,5 milliondan ortiq bola oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qarmog'idagi yetim yesirlar va yotoqliq maktablarga o'rinlashtirildi. Kimligidan tandirilib, Xitoy kimligi bo'yicha yetishtirilmoqda. Sonsizlagan Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoyning kelgusi mavjudligimizni yo'qotish tirishchanligining bir qismi sifatida Xitoy tajovuzchilari bilan to'y qilishga majburlandi. Xitoy tariximiz va kimligimizni tamoman yo'qotish, izini o'chirish, pakat qoldirmaslik uchun shaharlarimiz, duo tilovat so'rinlarimiz, hatto qabristonliklarimizni vayron qildi. Bu ishlar dunyoning vijdonini ta'virtadigan ishlar bo'lib, insonlar bu nima uchun yuz beradi, sababi zoti nima, hal qilish chorasi nima deb so'rashi kerak. Bugun biz yo'qolish girdoviga berib qoldik, chunki Xitoy 1949-yili davlatimizga tajovuz qilib, mustaqilligimizni yo'qotdi. Sharq Turkiston Xitoy uchun yangi joy bo'lg'achqa ishg'ol mustamlika ma'nosida keladigan Xinjiang degan nom berilgan. Dunyodagi ko'p qism davlatlar Xitoydan qo'rqishi mumkin, ammo Xitoy bizdan qo'rqadi. Shuningdek, Xitoy Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olishni o'zlarining davlat mudofaa strategiyasidagi yaqinqi 10 yildagi mudofaa nishonining biri qilib keldi. Shuningdek, ular necha $100 million xarjlab davlatimizni mustamlika qilib, xalqimizga irqiy qirg'inchilik yurgizib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishni davomlashtirdi. Biz uchun faqat birla hal qilish chorasi bor. U bo'lsa, davlatimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Chunki mustaqillik bo'lmasa, bizning kishilik huquqimiz bo'lmaydi. Hozirgi sharoitda hayvonlarmi bizdan atva. Mustaqillik bo'lmasa, biz hargizmi erkinlikka erisha olmaymiz. Gerçi biz 21-asrda yashayotgan bo'lsak-mu, oilamizdagilar bilan hech qanday aloqa qila olmadik. Mustaqillik bo'lmasa, mavjudligimizni davomlashtira olmaymiz. Xitoy Uyg'urlarni tug'mas qilyotidi. Lager va turmalarda xalqimizni o'ldiryotidi va bizning mavjudligimiz va tariximizning har xil dalil isbotlarini yo'qotiyotidi. Shak shubasizki, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlar irqiy qirg'inchilik. Bu rəhimsizlikning yildizi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishida. Mustaqil Sharq Turkiston davlatimizni asliga keltirmay turib, erkinligimiz, kishilik huquqimiz va mavjudligimizni hargiz qo'g'day olmaymiz. Biz xalqaro jamiyat, davlatlar, dunyo rahbarlari, tashkilotlar va shaxslarni o'zlarini bizning o'rnimizga qo'yib, yordam chaqiriqlarimizni anglashga taklif qilamiz. Biz Kanada, Amerika va dunyodagi barliq hukumatlarni, shundaqla xalqaro jinoiy ishlar sudi, xalqaro adliya sudi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda yuz bergan 21-asr cho'ng qirg'inchiligiga qarshi harakat qo'llanishga chaqiramiz. Biz xalqaro jinoiy ishlar sudi, xalqaro adliya sudi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika, Kanada va barliq hukumatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, mustaqilligimizni asliga keltirish va Xitoyning 75 yildan buyongi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirish uchun qo'lidan keladigan har qanday yordamni berishga chaqiriq qilamiz. Eng muhimi, Edmonton va musulmonlar jamiyatini Uyg'ur qarindoshlarining yanida turishga chaqiramiz. Bizning yanimizda turish, bizga yordam berish, yolg'iz Sharq Turkistonda yuz berayotganlarni so'zlash ma'nosida kelmaydi. Bilganlaringizni amaliy harakat bilan birlashtirmaganda bizga yordami bo'lmaydi. O'zgarish bo'lishi kerak. Bu o'zgarish duo qilish, namoyishlarimizga qatnashish, ovozimizni texmi kuchli chiqarishni talab qiladi. Bu o'zgarish o'zingizni tarbiyalash va atrofingizdagilarning tunishini yuqori ko'tarish. Uyg'urlarning qul amgakiga tuhfa qo'shadigan Shein, Zara, M&H, Nike qatorliq Xitoy markalarini boykot qilishni o'z ichiga oladi.
Məsələnin yıldızını e'tirof qilmay turib, bizni chiroyli so'zlar va ta'ziya bildirish orqali qo'llashingizni ko'rsatishingiz yetarlik emas. Bu muomala Uyg'urlarga qilingan yordamni ko'rsatmaydi. Men Uyg'urlardek ümidsizlangan va yuragi ziydi bo'lgan qarindoshlar uchun musulmonlarda kamchil bo'layotgani duoning kamligi. Biz hatto duolaringizning bir qismi bo'lishga loyiq emasmi? Nima qildik? Duoga loyiq, yordam qilishga loyiq bo'lish uchun yana qanchalik azoblanishimiz kerak? Uyg'urlar buzilgan soatga o'xshash Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa duch kelganligini necha qatim takrorlashi kerak. Duolaringiz qo'llashingizning asosi. Agar biz hatto duolaringizga loyiq bo'la olmasak, jamiyatning qo'llashiga qandoqmi ishonamiz? Bu bizning Uyg'urlar uchun jamiyatning kallasida qanchalik bo'shliq borligini va xalqimizning azob uqubatlariga qanchalik sezgir emasligimizni isbotlab beradi. Biz faqat kollektivda emas, balki ummat sifatida texmo yaxshisini qilishimiz kerak. Sharq Turkiston xalqi o'rlikka, Sharq Turkistonning mustaqilligiga erishishda yordamga muhtoj. Agar dunyo kishilik huquqqa haqiqiy ko'ngil beradigan bo'lsa, bu vahshiyliklarni to'xtatishi, Sharq Turkiston va xalqining xalqaro jamiyatdagi erkin va mustaqil davlat bo'lishdek tegishlik o'rnini asliga keltirishni qo'llashi to'liq muhim. Sharq Turkistondagi barliq zulm, rehimsizlik, kishilik huquq dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilikning manbasi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi. Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqi va erkinligini kapolatga ega qilishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Sharq Turkiston xalqi, xalqaro jamiyat, barliq demokratik davlatlar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot va butkul insoniyatning Sharq Turkistonni qo'llash, Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qiladi. Sharq Turkiston uchun yashasin mustaqillik. Rahmat. Qozog'istonning Almuta shahridagi Uyg'ur qarindoshlarmi 5 aprel kuni Barin inqilobini xotirladi. Qozog'istondagi 200 dan ortiq Uyg'ur qarindoshlar Sharq Turkiston surgunda hukumatining oila, ayollar, balalar, yoshlar kishilik huquq ministrligining ministri Gulvaryam To'xtaxonova xonimning yetakchiligida bir yerga jam bo'lib, Barin inqilobi portlashining orqa ko'rinishi, jarayoni, Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramonlarimiz, shehidlarimizning ko'rsatgan fidokorligi inqilobning qonliq bostirilishini aslida. Sharq Turkiston xalqining Sobit Domillam, Elixon To'ram, Zaydin Yusufga o'xshash Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining rahbarlarining izidan tavranmay mengib, bir kuni Sharq Turkistonni tajovuzchi Xitoydan ozod qildiganligiga bo'lgan ishonchisi va kuchli kurash qilish irodasini bildirdi. Qur'on tilovat qilinib, barliq shehidlarimizning ro'yiga va Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga keltirilishi, irqiy qirg'inchilikning oxirlashib, xalqimizning hurlikka chiqishi uchun duo qilindi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Elhamdülillah Rabbil alemin ve gâfibetil muttaqin. Siyosiy til isloh qilinishi, da'vo anglatish bichimi, shakli va usuli qatorliq jihatlarda o'z xarakteriga uyg'un bo'lishi zarur. Atalmış da'vo anglatish propagandalarida ko'rilayotgan nomda siyosiy mustaqillik deyotgandek ko'rinib, amaliyotda istakni anglatish shaklining mo'min fuqaroligini arzulash, urg'ulash tusida bo'lishi, men yaxshi edim, u kelib meni azdi, huquqim dafsanda bo'ldi shaklidagi shikoyat tilining avjilishi, amaliyotda millat va vatanga tushilayotgan dog'ni orttirishdir. Hamda bu boshqa millat va xalq oldiga axloqiy krizisni sazoy qilib, yistashliq qo'zg'ab, naf yeyishdan boshqa dardi yo'qligini namoyish qilishdan halqib ketolmaydi. Siyosiy ma'nosini yo'qotgan bundaq g'urursiz til qaychilanishi lozim. Siyosat ko'chasidan oladigan tasalli tepish, yo'l tepish, yordamga erishish badaliga so'zlanadigan bundaq g'urursiz tillarning xabarga chiqqanidan zuvoni tutilgani ming afzal. Bosqinchilikqa uchrashni tajovuzchilikning haddidan oshgan yovuz holati siyoqida ko'rsatish o'rniga kishilik haq-huquq qapiziga solib qo'yib, uning jinoyat yoki emasligini tortishish, advokat va qonunchilik kategoriyasiga selish va ayni Yevropa o'rta asr davridagi qul qilingan qiz-ayollarni yalang'ochlab, isil qul yoki emasligi bo'yicha baho qo'yib, tortish tipidagi nomussizliklardan farqi yo'q sharafsizlikdir. Tarixiy va madaniyati anglo-saksonlarning tarixini necha qatlaydigan bir millat turib, fransuz degan uqumning ijodidan necha ming yillab avvalgiga ega bir millat turib, indigenes kategoriyasiga tizilishni nomus bilmaslik sharafsizlikning cho'qqisidir.
Bularning siyosiy taqdirimizga nisbatan qo'yilgan zo'r pulkashang ekanligini anqirish, xuddi namozning adosi uchun tahoratning zo'rligini bilish kerak bo'lgandek aqalli siyosiy savoddir. Siyosiy tilimizning siyosiy kelajagimizni belgilashga, siyosiy maydonimizning siyosiy taqdirimizni sizishga xizmat qiladiganligini anqirmay ketaverishimiz bugungi badallarimizni keltirib chiqarayotgan tubki amallarni ko'rmasga selishimizga xizmat qiladi. Sababi aniqlanmagan illatga chora tepish mumkin bo'lgan ish emas. Milliy irodaning bu qadar pit pasiriga aylantirilib qo'yilishining o'zimizdagi sabablarini tepib chiqmasligimiz, sabablarini bilgandan keyin uni siyosiy sahnamizdan supurib tashlashga urinmasligimiz, xiyonatni, siyosiy xatoliklarni bilib turib sukut qilishimiz, uqib turib chora ko'rmasligimiz, yana buningdinmi ig'ir badallarga tayyorlanayotganligimizni ahmoqlarcha jakarlayotganimizdan boshqa ish emas. Bu yana sanoqliq, eliqi dehqonchilik yurt g'ururidan, vatan millat shuuridan yo'qsizlashib ketganligini, milliy ongdan asar qilmaganligini jakarlaganlikdir. Bu haqda yozarlardan biri shundoq deydi: ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsinki, ular el yurtning nomiga so'z cho'chaq qilib qilishdanmi ansiragan ekan. Minadigan ulug'ini sotmagan ekan. Ammo kunimizning odamsimon eshaklari vatanida bor yo'qi narsani yurt makoni bilan qo'shib setib yashamoqda. Kashki bitimlarga qo'yilgan imzolar bo'lmasa, kashki bu millatning mustamlika tarixi, mustamlikachilar guruhining qaysi iqimiga tava bo'lish uchun bir-biri tartishganlarning har taraf tavalangan guruhga beqib dushmanlashgan, qaysi taraf g'alaba qilsa, shuning guruhining hokimiyatiga bog'lanishini ozodlik deb sapsatda sotganlarning qo'lida boshlanmagan bo'lsa, o'z imzosi bilan taslim bo'lgan bir millat bo'lib ko'rinishdek siyosiy dog' peshonasiga surilmagan bo'lsa, hech bo'lmasa bizdan burunqilar vatanning izzati uchun jinini bersa beribdikan, ammo sotmabdikan deganni yozg'ili bo'lsa. Afsus, achchiq reallik buni yozdirmadi. Yozdirg'ini bo'lsa shuqurlar bo'ldi. Zamonamda vatan sotar eshakboshlar el yurtning vangliqi badaliga jinini qo'shib sotgan ekan. Zamonimizda bir turkum cho'shqiboshlar o'z ixtiyorliqcha el yurtning o'tmishi va bugunini setib qolmay, kelajaknimi qo'shib setishga har nimasini tayyor qilib qo'yishib yashab yetibdi. Xayriyat. Burxon Muhammadning Vatan sotarlar nomli maqolasidan elindi. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.